Bizni Qo'qonimizga shunaqangi sirk kelibdi. Qo'qonliklar bilsa kerak, уже manimcha bir hafta 10 kun bo'lib qolibdi. Biz ham xo'jayinimlar bilan kirdik sirkka. Birinchi kuni xo'jayinimlar bilan kirdim, ertasiga uydagilar bilan kirdim, singlimlar bilan. Ammo rosa ham qiziq bo'ldi. Xo'jayinim bilan kirganimni sizlarga aytib beraman, chunki baribir birinchi ko'rganingizda emotsiya boshqacha bo'ladi. Ikkinchisida voqealarni bilganim uchun unchalik men uchun qiziq bo'lmadi. Даже boshim og'rib qoldi ikkinchisida benzinning hidiga. Mana shunaqangi doiralarda olib chiqib olib, voy mana bu aka rosa aqi dumalab, baqa dumalab sakradi. Ammo qoyilchi bularga qo'rqmaganigacha ularni ko'rib men qo'rqib o'tirdim. Voy hozir tushib ketmasada, yiqilmasada deb. Ammo ham zo'r bo'ldi. Gorillalar chiqdi, balachalar. Xursand. Mana buni ichiga bitta qiz kirib ketuvdi. Keyin balacha chiqdi, keyin yana qiz chiqdi. Ichiga olov kirgizdi. Juda ham xavfli turkular qilar ekan. Biz mana buni men bo'ri deb o'ylab turdim. Menimcha it deyishdi uydagilarim. Bo'ri bas, bo'ri sirkda o'ynamaydi, menimcha it deyishdi. Lekin ko'rinishidan men bo'riga o'xshatdim. Birinchi ko'rishda men bo'ri deb o'yladim. Men to'g'risi yana ham boshqa hayvonlar bor deb o'yladim. Ilon, sher, nimadirlar. Shuning uchun men ikkinchi marta keldim. Chunki birinchisida men yarmidan ko'rib ketdim-da. Boshida menimcha hayvonlar yana boshqa hayvonlar chiqadi deb o'ylab ikkinchi marta qaytib keldim. Yo'q, faqat mana shu itmi, bo'rimi, mana shu bor xolos ekan, boshqa hayvon umuman yo'q ekan. Lekin yo yaxshi bo'ldi, bu it ham juda ham aqlli, o'rgatilgan it ekan. Odamlar yoniga ham kelib sakrab, odamlarni qo'rqitib, biz tepada o'tirdik. Pastga o'tiramiz dedik, kichkina balachalar bilan pastga mumkin emas dedi. Keyin biz tepaga chiqib ketdik. Qiziq bo'ldi. Mana bu sirkchi aka 3 martalab yiqilib tushdi-da. Bilmayman, yoki ataylab yoki bexosdan shunaqa bo'ldi. Lekin uyimdagilar bilan borganimda 1 marta yiqildi. Xo'jayinim bilan borganimda 3 martadan yiqilib tushdi tepadan. Men o'yladim, yiqilib tushsa endi kabutta ataylabdi, yiqilmasdan o'xshataveraveradi shekilli deb o'yladim, lekin qiziq bo'ldi. Mana yiqilib tushyapti, ko'ryapsizlar. Mana bu dinozavrni chiqindi, balachalar ayni qo'yaverasizlar. Вообще xursand. Mana shu dinozavr uchun jiyanim Muhammad Amin keldi. Dinozavr o'rtalarida chiqdi-da. Dinozavr chiqquncha bez настроение o'tirdi-da Muhammad Amin. Qachon chiqadi dinozavr deb. Keyin chiqqandan keyin chehrasi ochilib o'tirdi. Keyin tomoshabinlarning ichidan 4 ta shunaqa begona inson erkaklarni olib chiqdi. Ularni o'tirg'izdi, o'yinga tushtirdi. Xo'jayinim ham chaqiruvdi, chiqing deb. Xo'jayinim chiqishmadi. Yo'q, chiqmayman deyishdi. Men ham chiqavering desam yo'q deyishdi. Lekin xo'jayinim ham kabutta yosh bola deb xursand bo'lib ko'rib o'tirdi. Baribir jonim sirkka kelsa yoshligini eslar ekanda, xuddi yosh boladek bo'lib qoldik-da. Biz ham xursand bo'lib anaqalariga har bitta qilgan turuklarga qilib o'tirdik, zo'r bo'ldi. Mana bu endi robot deydimi, nima deydi bilmadim. Supermen deymanmi, lekin zo'r chiqdi. Mana shunisi ham bomba bo'ldi. Даже kattalarga ham yoqdi. Shunaqangi zo'r o'xshatdi, kabutta o'zi boshqarib turgandek bo'ldi-da, chiroqchalarni. Keyin oxirida mana shu olovchalar chiqdi. Olovli turk qildi. Juda ham xavfli deb o'yladim men, chunki og'ziga benzinni solib puflar ekan. Olov bilan o'zi o'ynashma deydi-ku, juda ham xavfli. Men to'g'risi qo'rqib turdim, voy hozir yonib ketmasa-da deb. Birinchi ko'rganim, xo'jayinim bilan birinchi borganimda qo'rqib zo'rg'a o'tirdim. Voy hozir nimadir bo'lmasa-da deb buni qilgan unaqa truklariga уже ikkinchisida uni benzinini hidigachi miyam qisib qoldi. Chunki o'tirgan joyimiz уже sasib ketdi-da, bu benzin bilan, olov bilan puflaverganiga. Вообще qora tutun chiqib sasib ketdi. Miyam og'riq berib o'sha kuni bo'yi keyin miyam og'rig'ini umuman qo'yib yubormadi. Lekin qiziq, qo'qonliklar bo'lsa mana kuzatsalaring, albatta kelinglar bu sirkka. Bilmayman hali necha kun chetda bo'ladi bular, lekin kelinglar. Rosa ham zo'r, qiziq bo'ldi. Kayfiyatlaring ko'tariladi birinchi очередda. Va bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hali sizlar uchun bundanda qiziq videolarimiz oldinda. Xayr, salom.